Öydeki ö. Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. Ö. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. O'ning ayrim shakli. Misol: o'tük. O'ning ayrim shakli. Misol: döşe. O'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: ko'z. O'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: qor o'rik. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. O'tük. Ö harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Döşe. Ö harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Ko'z. Ö harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qor o'rik. Ö harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Töp. Öt. Öz. Söz. Ötne. Ötne. Böre. Böre.